Hijobli ayollarning ommaviy sovrinlarda yuzini yo'gab namoz o'qishi. Savol: Assalomu alaykum. Hijobli ayol ommaviy sovrinda yuzini echib namoz o'qisa bo'lamdi? Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga taki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Alloh taolo mundaq degan: Haqiqatan namoz mu'minlarning ustidagi vaqti belgilangan farzdir. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhuma rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Zaminning hamma yeri menga sajdagoh va poklig'ich qilib berildi. Shunga ummatimdan har qanday odam qayerda namozning vaqti kirsa, shu yerda o'qiyversin. Bularga asosan atrofda yot erlar bo'lgan bog'cha, maydon, bozor qatorliq ommaviy sovrinlarda namoz o'qiydigan, masjidga yoki uyga berib bo'lguncha namoz vaqti chiqib ketadigan yoki namozning dastlabki vaqti chiqib ketadigan yoki ansirganlikdan narsa keraklarni qo'yib namozga ketolmaydigan ahvolda ayol kishi to'liq hijobga rioya qilgan holda yolg'iz yoki jamoat bilan namozni vaqtida ado qilaveradi. Ammo ruku va sajda shundaqla o'ltirishda a'zolarni yig'ib bir-biriga chaplab tutadi. To'liq hijob deganimiz bir qarashda yuz bilan alqonni yo'gashni o'z ichiga oladi. Yana bir qarashda yuz bilan alqonni o'z ichiga olmaydi. Bu jihatdan yuzi ochiq yuradigan ayol bo'lsa, yuzi bilan alqani ochiq, yo'gab yuradigan ayol bo'lsa, yuzi bilan alqonnini yo'gab o'qisa bo'laveradi. Olimlar mundaq deydi: Ehtiyoj bo'lmasa, ayol kishining yuzini yo'gab namoz o'qishi makruh bo'ladi. Ibn Abdulbar barliq olimlar ayol kishining namozda ihromlik holatida yuzini ochadiganligiga birdek ijmo qilgan degan. Yana daha yuzni yo'gash namoz o'quvchining peshonasi bilan burnining yerga tegishiga to'salg'u bo'ladi. Er kishi og'zini yo'gib olganning o'rnida bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam er kishining og'zini yo'gib olishidan to'sqan. Agar yot erlar bar bo'lganidek biror ehtiyoj bo'lib qolsa makruhlik bo'lmaydi. Agar yuzidan boshqa yerlarni yo'gab uzun ko'ylak bilan ro'molda namoz o'qigan bo'lsa, namozi joyida ado bo'lgan bo'ladi. Chunki u ayol yo'gishi vojib bo'lgan yerni yo'gagan. Imom Ahmad olimlar ko'ylak bilan ro'molga ittifoqqa kelgandir. Uningdan ortiq bo'lsa, taxmi afzal ham taxmi to'liq yo'gaydi degan. Yana bir tarafdan bog'cha, maydon, bozor qatorliq ommaviy sovrinlarda namoz o'qish, islomni tashviq qilish, din faoliyatlarini jakarlash, boshqalarga ulgu bo'lish, Allohga ibodat qilishda boshqalardan tortinib qolmaslikdek tarbiyaviy roli cho'ng, foydasi ko'p jonliq da'vatdir. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 66-nomerlik fatvo.